Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Norix kanali va sizlar bilan men Norixman. Bugun sizlarga ko'pchilik so'ragan o'sha modlarni qo'yishni, qanaqa programmadan mod qo'yishni, Minecraftga qanaqa qo'yib o'tishni o'rgataman. Meni versiyam 1.21 versiya, sababi mod qo'yish uchun juda ham yaxshi, zo'r ishlaydi. Shuning uchun shu versiyani qo'yganman. Kompyuterda mod qo'ya olmaganim uchun telefonda modli o'yinlarni o'ynayman. Hop, unda boshladik. Birinchi bo'lib mana o'zim mana shu ko'rib turgan Master for Minecraft PE ni ishlataman. Mana shu mod qo'yish uchun men uchun yaxshi. Hozir Play Marketga kiramiz. Mod for Minecraft deb yozsam o'zi chiqib keladi. Mana mana shu mods add-on skin for Minecraft. Buni ustanavit qilamiz. Mana bu ustanavit bo'lgan. Hop, keyin kirib olamiz. Hozir qanaqa qo'yishni ham ko'rsatib o'taman. Doim boshida reklama chiqaradi, mana shunaqa reklamalarni. Sababi bu masalan reklamalarga asoslangan o'zi. Xo'p, mana bu yerda har xillari bor, masalan one block, guns, city, parkour, horror, karlar bor, mana mashina, zombie, skyblock, hayvonlar, dinozavrlar, maxluq, hagi-vagi. Hop, hozir sizlarga bittasini qo'yib ko'rsataman. Masalan, ko'pchilik skinlarni so'raydi. Hozir skin qo'yishni o'rgataman. Skinlarga kiramiz. Mana bu yerda juda ham zo'r skinlar bor. Bunaqa skin bor. Rainbow Creeper. Anita Herobrine. Hop, har xil skinlar bor. Masalan, mana mana shu ekan. Qo'yib ko'ramiz. Ochish uchun doim reklama ko'rish kerak. Reklamani ko'ramiz. Reklama chiqaraveradi, lekin boshqa narsa so'ramaydi. Minecraftda o'zimizni versiyadagi Minecraftga bossak, o'zi kirib ketadi shunaqa. Minecraftga kirdi, endi tepada yozuv chiqadi. Start etdi, boshlandi. Bo'ldi. Omadli skin qo'shildi deyapti. Bu o'zimiz skinim. Endi keyin xonasiga kiramiz. Mana kiramiz uchinchisiga. Mana bu yerda bunaqa skin bor, bunaqa skin bor. Hozir sizdan aytgan mana bu skinimizni bunaqa qilsak, bu yerga chiqib ketsak, mana shu skin tayyorlanadi. Keyin uni botga kirib, yana boshqasini alishtirib olishga bo'ladi unga. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang.